Assalomu alaykum hurmatli avtomobil ishqibozlari. Bugun Toshkent Sergeli bozoridan obzorimizni boshlaymiz. Bizlarning obzorimizda har doimgidek Mercedes-Benz 211 holati bor-ku, bosib boradigan joyidan endi narxga qaramaslar, probegi 128 ming yurgan, 19500 so'rayaptilar. Kelishamiz deyaptilar. Yil bularda o'zi yil bo'lmaydi. Bularda holat hozir mashinani so'mga qilishdan oldin polniy aylanib ko'rib chiqdim. Holatiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Tashqi ko'rinishidan to ichkarisiga qarab, apshikalarni qaranglar buni. Qanaqa holatda. Bularda yil bo'lmaydi, bularda holat bo'ladi. Sijenlari polniy tikanoy, lekin qaranglar nimasini, holatini. Motori 2 litrlik kompressor. Benzin tanlamaydi. Bular o'zini olganda eng nadejniy motorlardan biri. Mana orqa salonlari. Instagramda, Telegramda qaysi Mercedesda ko'proq maslahat berasan, yo'qsa aktualni deganda, 211 hozir ham aktualni. Kechagida Namanganda bo'lgan festivalda 211 da juda ham tiniq holatlarni olib borishgan ekan. Ko'rishlar mumkin mashina. 19500 so'rab turgan ekan. Lekin mashina anatovi stoyt 2 marta, realni. Birorta apshikasida bu 19,5 ming boshlang'ich startov narx. Kelishtirib beraman deyapti. Torpedolarni qarang, tiniq. Hech qayerda hech narsa dog'lari yo'q. Bu mashina egasi menga tanish ham emas, boshqa ham emas. Sobственник sotyaptilar, olib sotar emas. Lekin mashina vashsha dushi. Buni qaranglar, buni mana. Vilurlarni e'tibor beringlar. Hozir bunaqa vilurlar qilmaydi, Mercedes'lar o'zi ham bunaqa qilmaydi. Единственный bitta luki yo'q. Bu minusga kirmaydi, kimga qanday, lekin bu mashina addushi. 128 ming probeg Mercedes uchun buni olganda 1 kilometr yurdi deganda. Buni olganda bularning motori millionlik. Hech bo'lmasa современный videoda 500 ming probeg bilan olib yurib beradi. Telefon raqamlarini aytib o'taman. Lekin mashina vashshe zo'r. Telefon raqamlari 90lik 186 0080. Boshlang'ich narx. Mashina dushi, vashshe zo'r. O'rtoqlar, bu mashina variantga ham beriladi. Agar kimlar Jeep, avtomobillari bo'lsa ham variant qilib olsalar ham bo'ladi. Lekin mashina addushi, zo'r mashina. Mashina это стартовый цена, правильно? Boshlang'ich narxi 19500, kelishtirgan joylari bor. Zo'r. 2 litrlik kompressor. Holatini qaranglar. Qanaqa holat? Tiniq vashshe. Endi bu kamera ko'rsatib bera olmayman sizlarga, lekin atak vashshe holati zo'r. O'rtoqlar, keyingi obzorimizda bu ham Mercedes 210, ha? Kaldozdan. Mashinasi qurib olganimiz avtomobillari, Audi'larni reklama qilganini ko'rgan bo'lsalar kerak. Hozir qo'ygan narxlari 7,5 ming dollar ekan. Xalovoyda ozgina ishlari bor ekan. Narxi 6,5 ming dollar. 210 o'zim birinchi marta ko'ryapman. Motor korobkada umuman ishi yo'q ekan. Xalovoyda ishi bor deyaptilar. Zapchastlar bor, xalovoyga tegishli berib yuboraman deyaptilar. 6,5 ming dollarga 210 bormi o'rtoqlar? Orqada 100 talik metan ballonlari ham qo'yilgan. Lekin bozorda shuncha yurib o'zim birinchi marta 6,5 mingga ko'ryapman. Probegi ko'ryapsizlar? Почти million. Bu lekin bu probegni hozir real o'zim birinchi ko'zim bilan ko'raman. Ko'rsatishim bu men uchun ham bir qanaqadir kayf berib boradi. Sababi har doim aytaman, mashinalar, Mercedeslar millionlik motori, millionlik deyman, mana o'zim ko'zim bilan ko'raman millionlik, lekin mana живой avtomobil. $6,5 ming dollar. Оформлениялari ichiga. Metanni o'z ko'rsaman qanaqa qilib qo'yganini. Qaranglar. Benzabak olingan ekanda joyiga 100 talik metan qo'yilgan. Mana bu yerga Jigulovskiy benzin uchun bak qo'yilgan. Shu hisobda rastaniyasini ko'rasizlar bagajda. Lekin 6,5 ming dollar. Hozir 6,5 ming dollarga nima ham beryapti? Nexia ham beryapti. 2 litrlik 111 motor. Eng legendarniy, качественный motorlardan biri. Mana ishlab turish.
1 million probeg yurgan mana shu motor. Mana haqiqiy nemetskiy kачество. Aytamanki, Mercedes-Benz 210 o'zim olganda bekorga yaxshi avtomobil deb aytilmaydi. Shu paytgacha yetib kelgan mana 1 million. Telefon raqamdan hozir yana ko'rsatib aytib o'taman. Mana qo'ygan narxi. $7,500. Skidkada bizni kanaldan, короче, именно 6,5 ga sotaman deyapti. Mana shu hozir zapis kelyapti Suqrovaga. Mashina haqida endi aytdingiz, Xadavoyda ozgina ishi bor, zapslarni beraman dedi. Beraman. Endi bu ikkinchisi avtomobil, to'g'rimi? Bu ikkinchisi. Bu ham avtomobil. Bu nech pul narxi buni? Buni bo'ladigan narxi oxirgi taqilgan narxi 10 mingdan kam yo'q mashina. Oxirgi taqilgan narxi 10 ming. Tamasi ko'rsataman. Qanday qilib berilgan? Informatsiyalarni ko'rishlaring mumkin. Lekin oxirgi taqilgan narxi 10 ming dollar deyaptilar. Faqat binish kerak. Kamsiradi. O'rtoqlar, mashinani qaranglar-da. Yil borda shu. Bularda yil bo'lmaydi, umuman olganda. Qanday ham qarasiz. Hamma narsasi. Lekin so'rasizlar kommentariyada qaysi Mercedes ko'proq baquvvat deganda men har doim aytaman. Menga 210 dizayni yoqmaydi, lekin baquvvatlik jihatdan 211 dan ancha baquvvat avtomobil. Juda ham. Bekorga aytilmaydi, trassani quroli deb avtomobilni 10 mingga berib yuborasiz, Suqrov aka. Ishi yo'q, faqat minarlar, mo'ylariga yangi. Hamma narsasi yangi. Faqat binish kerak. O'rtoqlar, eshityapsizlar, hamma faqat minish kerak. Yon savollarni ko'ta ko'rsatamiz. Bunda nima yo'q ekan? Metan yo'q ekan, zo'r. Hech narsa yo'q mana. Объем 2-3. O'zini nimalar turibdi, smaskalar turibdi. 2-3 motor, ha? Rasxodi qancha Suqrov aka? Ularda 10. Endi bitta narsa benzinga bog'liq. Agar 92 qo'ysa, Maksimum 12 teyish mumkin, bo'ldi. 92 qo'ysa 10 teydi. Aksiyada 12 teydi. Endi bilasiz benzin. 80, chunki shu motordan bizda bor edi. 80 qo'yardik, 12 litr rasxod qilardi. Mana apshikalar o'rtoqlar mana aka. Mashinaning holati. Har doim aytaman, 210 lar yaxshi holati 10 mingdan boshlanadi. 10 ming, 12 ming, 13 ming. Mana ba'zida Suqrov aka naqd qo'yganlar 12,5, 11,5 ming qo'ygansa, 11,5 ming. O'zi bir xil avtomobillar bor, ko'p qo'yilmaydi mashina ustiga, shu prosta hamma tirikchiligi bor o'zi. Misol uchun, Suqrov aka masalan mashina oladilar, o'zlari kamchiliklarni qilib, sozlab, keyin to'g'rilab sotadilar. Lekin bu degani ham usta haqqi bor berdi, ketgan vaqt ham bor. Shuni hisobida endi 500 dollar yoki balki 1000 dollar ham bo'lishi mumkin. Qanchadir vaqtga bu o'ylayman, bu normal holat. Bitta kapotini yopib yuborasiz, ustini polni ko'rsatadi. O'rtoqlar, Toyota Camry 2007-yil 270 ming probeg yurgan. So'rab turgan narxlari 9,5 ming dollar. Agar real oladigan odam bo'lsa, 9 ming dollarga berib yuboraman deyaptilar. Mashinani nima bir bozor olgandim. Keyin chiqmay qolgandi shu bilan. 2 to'rt motor olganlar. Mashinaning holati juda yaxshi. Endi o'z bularni boshlanigan narxi 10 ming, 9 ming, 11 ming, 13 ming, 15 ming dollargacha ham. Atak lekin ko'rinishi gap yo'q mana. Apshikalari. Mana salon. Mashina lyuklari ham bor. E'tibor berishlaring mumkin. 2007-yil. Bilaman, Camry'ning ishqibozlari ham bor. Qidirib yurganlar ham bo'lishi mumkin. Yo'q emas, o'zimdan so'raydiganlar bor. 9 ming dollar.
sotiladigan narx. Salon ko'rinishi. Mana bu telefon raqamlari bilan. 2 motor. To'g'ri anaqa narsalar bo'lishi mumkin. Bu endi yil uchun o'ylayman normal itak. Yaponskiy nima deydi? Villur hali ham yaxshi holatda turibdi. Mana bu afishkasi. Ushbu telefon raqamiga telefon qilib aloqaga chiqib ko'rishib olishlaring mumkin. O'rtoqlar, Nissan Altima narxini sirasiz aytaman. 6,5 ming dollar so'rab turgan ekanlar. Yana kelishadigan joylari bor. Hali sevgili mashina bozorida qancha bayt syomkaga yurgan bo'lsam, hali bu narxda ko'rmagandim. Endi o'ziga yarasha ayblari bor, aytayaptilar. Elektrikada ishlari bor, taxometr va speedometr ishlamayotgan ekanlar. Endi salonni kimiki olgandan keyin o'zlari himsiga qilib olasizlar. Endi baribir mashina yangi emas. Endi o'ylaymanki 6,5 ming dollar yana kelishadigan joylari bor ekanlar. Salonni ham o'z ko'rsataman sizlarga. Salon 6,5 ming dollarga o'zim birinchi marta Altima ko'ryapman. Endi yana kelishtirib beraman deyaptilar mashinani. Villuroviy salon, koja emas. 2008-yil. Probeg 366 ming shunaqa o'z ko'rsataman probegini ham. Kraskasi radnoy ekan. Motor hadovoyda ishi yo'q deyaptilar, faqat aslida elektrikada keyin himsiga qilish kerak. No, bitta narsa bu sotuvchilarni yonini olish emas, boshqa emas. Har bir avtomobilni olgan odam o'zi uchun baribir ko'rsatib olasiz, kamchilik bo'lsa qolasiz. Chunki bu yangi emas. Shuning uchun o'ylaymanki bu normal holat. Bunaqa holatlari bor. Bu melch, bu kosmetikaga kiradi. Mashinaning holati. Mana shu speedometr bilan taxometrda muammo bor. Umuman olganda elitiga ishlari bor. Luki yo'q. Hozir probegini ko'rsataman. 366 ming shunaqa. 366.402 ekan, mana yozib qo'yilgan. Kelishamiz 6500. Telefon raqamlari, mana telefon raqamiga telefon qilasizlar. Mashina egasini ko'rishlaring mumkin. Lekin narxi o'ziga yarasha 2008-yil. Kraskalar radnoy ekan. Ishlagan bu 25. Bunaqa nüanslar yetishmaydi yoki bir narsalar bo'lishi mumkin. Kosmetik nimalar bo'lishi mumkin. Agar hozir bular mashinani ideal holatda bo'lsa, 10 ming shunaqa narxda boshlanadi. O'ylaymanki 6,5 bo'lsa qancha qilib berib yuborasiz? Abi. Oladigan odam bo'lsa qancha qilib berib yuborasiz? 6200 ga berib yuboraman. 6200 ga. 6000 ga bo'lsa berib yuborasizmi? Naqd sanasi 6200 ga berib yuboraman. Naqdga 6000 ga berib yuborasiz? Yo'q, yo'q. Naqdga 6200. O'rtoqlar, eshityapsizlar. Naqdga 6200 dollarga berib yuboraman deyaptilar. Ushbu telefon raqamiga telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. O'rtoqlar, Kia Optima dizayn kimga qanaqa, lekin menga juda ham yoqadi. Agar K5 ga nisbatan ikkalasini siranya qiladigan bo'lsak, Kia Optima bo'li strogi ko'rinadi, menga yoqadi. So'ratgan narxlari 13300 ekan. 2012-yil. Mashinaning holati juda ham yaxshi. Mashinada aybi bormi, kamchilik? Kraskasi top-toza, 96 ming yurgan. Bitta aybi korobkada ishi bor. Qaysida birortasida otib yuboryapti? Otib yormayapti. Zadniga urganingizda doqillab qo'yadi. Ora-sorada. Bu ham har doim emas. Eslasizlar, korobkada shu zadniga urgan paytda qanaqadir stuk bor ekan, o'shani ko'rsatish kerak. Atak polniy mashinani kraskasi radnoy. Hadovoylari ishi yo'q, a? Hadovoylarda, motorlarda ishi yo'q. O'zimni olganda bularning motorlari juda ham rabochiy lashatka, shuning uchun Rossiya bozorida nima uchun ko'pincha Rossiyada yashaganman, bilaman. Chunki Rossiyada bularni aslida ko'p taksida olishadi. Taksiga anday mashina olishmaydi. Ishlaydigan rabochiy lashatka dizayniga vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Menga masalan uchun K5 ga nisbatan Kia Optima bo'li taka yoqadi. Strogi, oldi farasi ham, orqa farasi ham hammasi chiroyli. Zo'r. Diskasini ham lekin chiroyli tanlab qo'yishibdi meniki. Обшивка салон. Салон кожаный. Xuddi nemislarga o'xshab, mana buni orqasi ham plastik. Ana shu zo'r.
196 ming probeg. Beskluchovoy dostuplari bor ekan mana bu yerda. Polni hamma narsasi, oynalar, eshiklari polni full knopkada boshqariladi. Panoramli lyuk og'aylar. Mashinaning ko'rinishi 13300. Kelishadigan joylari bormi, xudo xolasa? Oladigan odamlar bo'lsa, kelishadigan joylari bor ekan. Bularda o'zimdaqa motorda moy yeyish degan muammolar yo'q. Kiyalarda u olganda Hyundai'lardan, chunki Kia haydaganman, bilaman. Atak stoyish avtomobil. Mana 13 mingdan 15 ming dollargacha so'raysizlar. Qanaqa avtomobil olsa bo'ladi? Bizlarning bozorimizda juda ham kam sotilgan avtomobil, lekin juda ham yaxshi avtomobil. Kia K5 dan qolishmaydigan dasto'yn apparat. Chunki hozir Rossiya bozoridan ko'p kuzatib turaman avtomobillarni. Hozir bularning narxi bo'lsa Rossiya bozorida 1,5 million, 1 million 200 o'zimiz pul hisoblaganda 13 ming, 14 ming, 15 ming dollar. Instagramga yozgan bitta ukamiz ham bor edilar. 15 ming dollarga qanaqa mashina olsa bo'ladi degan. 2211 da maslahat bergan. Mana hozir ko'rib turaman 15 ming dollar so'rab turibdilar narxini. 15 ming dollar bu boshlang'ich start narxi. Yili 2005-yil. O'zim har doim aytaman, Mercedes BMW'larni olganda yil bo'lmaydi. 2005-yil motor 2.4. Bu motordan yaqindan tanishman, juda ham ekonomik motor. O'zimda bor edi. C-klassda rasxod 12 tagacha. Ya'ni bizlarning benzinimiz hisobiga 12 ta. Agar 92 yaxshi benzin quysa, 10 litr rasxod, trassada 7-8 litr rasxod qiladi. Ikkita mana shu orqa krilorning ikki tarafida sarapina bo'lgan uchun sepilgan joyi bor ekan. Qolgan hamma joyi radnoy, lyuklari bor. Probegi 290 ming mashinani. Lekin mana bunaqasini bu zavodskiy emas bular. Har doim Mercedes ko'rgan paytim bitta nimalar yangiroq bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishni ko'rmaganim, imini yog'ochligi bor. Bu ko'rinishi yaxshi. Buni даже obnoyit qilish ham shart emas. Обычно yog'ochni yoqtirmayman. Bu lekin sal boshqacharoq ekan. Koja bilan materiallar aralashgan. Mana shu speedometr shkala menga yoqadi. Hammasi razdельный bo'lgani uchun. Salonni qaranglar. Baribir Mercedes. Eshik mana bu водительский eshik. Agar mashina juda ham ugrobini ishlatgan bo'lsa, mashinaning eshigini yopishdan biladi. Buni avtomobilda minib yurgan odam biladi qanaqa ekanligini. Prosta. Lekin gap yo'q. 290 ming probeg bo'lsa ham, по-моему bu kam yurgan bu mashina. 290 ming necha yillarda yurilgan bo'lsa kerak. Apshikalarni qaranglar. Afshi. Kimdir kommentariyada qoldiribdi, shu mashinani ushlashingizga besh ketaman. Endi bularni nima dedi? Bu san'at asarlari, bunaqa avtomobillar qilinmaydi. Hozirgilar hammasi marketing bo'lib ketgan hozir. Shuning uchun bu avtomobillar уже qadri borgan sari yaxshi bo'lib ketadi. Endi nima dedi? Tushungan odamlar tushunyapti-da, buni tushunmagan odam uchun bu eski bir nemis mashinasi bo'lishi mumkin, lekin tushungan odam uchun bu haqiqiy mexaniklardan mashinasi. Ko'p aytadi odamlar, mashinani ko'p reklama qilasiz dedim, keyin mashina narxi ko'tarilib ketadi. Shunaqa bo'ladi. Odamlar o'zi bu avtomobilni sotadigan odamlar ko'pincha majburligidan sotadi. Men bu vilularga e'tibor beringlar-da, mana shu vilularga. Bu vilular vashshi boshqacha. Chunki Mercedes'im bo'lgan bilaman nima ekanligini. Bu men boshqa narsa. Eshiklarning yopilishiga vashshi besh ketaman. Mana 4 ta apshifkasidan mana o'zi e'tibor berdim, hammasini ochib qarayman. Biror joyda dog' degan narsa yo'q. Bu aytganim, men o'zimda primoy emotsiyamda har doim kameraga aytib kelganman sizlarga. Buni yaxshilab yoki kimlardir maqtash emas. Men paxta qo'yishni yomon ko'raman. Men mashinani просто adush yaxshi ko'raman. Stoyish apparat 15 ming dollar so'rab turibdilar. Sunnatiga o'tib beramiz deyaptilar. Telefon raqamlarini ko'rsam, o'sha telefon raqami orqali aloqaga chiqishlaring mumkin. Lekin mashina egasiga, saqlagan odamga alohida respekt, rahmat, zo'r. O'rtoqlar, O'zbekiston bozorida umuman kam uchraydigan Mazda CX-7 bu holatdagisi juda ham kam. Probegi 74500. Ayol kishi mingan avtomobildi. Lekin mashinaning holati hozir hali salonni ko'rmadim, quruq aylanib ko'rdim. Mashinaning holati juda ham tiniq, juda ham shokolad. Bu sveti ham chiroyli ekan o'z mashinani.
Mashinani qaranglar, sostanasini. Mashinaning eng qizig'i orqasida nima ham propan o'rnatilgan, 2 oy bo'lganiga propan o'rnatilganiga pastdagi dugalarga e'tibor berishlaring mumkin. Holati vobshe tiniq. 74.500 ekan probeg. Apshkalarga holatiga e'tibor berishlaring mumkin. Mashinani juda ham tiniq holatda. Mashina ayol kishi mingan. Start stop knopkalari bor. Mashina juda ham ухоженный. 14.5 ming bu startoviy narxi ekan. O'rtoqlar. Startoviy narxi. Agar kimga qiziq bo'lsa, bu avtomobillarda odzivlari bor internetda. Основной kojniy salon ekan. Usta nima taqilgan ekanda, mana qaranglar, nakitka bor, atak koja. Rusiy zabon saytlarida bu avtomobillar haqida to'liq ma'lumotlar, informatsiyalar berilgan, odzivlar bor. O'zlari haydagan odamlar odzivlarni qoldirishgan. Bu avtomobilni o'zim ham qiziqib Rossiyada yashab yurgan paytim olmoqchi bo'lganman, xarid qilmoqchi bo'lgan, shu bilan keyin Volkswagen olganman, buni olmaganman. Nimadi bu? Lekin atak qiziqaman bu avtomobilga. Bunda vizual ko'rinishi ham kattaroq, городской кроссовер. Ikkita двойной выхлоплari bor ekan mashinani. Mazda CX-7. Mana shtorkalar bor, mana bu yerda mana propani bor. Mashinaning holatini qaranglar. O'zi agar mashinani xarid qilishingizdan oldin mashinani vizualni bir ko'rgan paytingizda o'zi mashinaning holatini baho berishingiz mumkin. Endi buni faqat avtomobil olganlar biladi-da buni. Lekin zo'r, ichki apshkanlar. Juda ham shkardi. Informatsiyalar qoldiraman albatta, aloqaga chiqishlaring mumkin. Zo'r. Ko'rinish. Mana bu 360 gradus kamera, slippoy zona, hamma narsa. qaranglar. Mashina ichida ham приятный, bunaqa. E'tibor berishlaring mumkin. 360 gradus полный kameralar bor. Bu tarafda ham, mana bu tarafda ham bor. Informatsiya mana bu yerda полный yozilgan. O'qishlaring uchun ko'rsataman. Bir telefon raqami. Ushbu telefon raqamiga telefon qilishlaring mumkin. Bilmadim o'rtoqlar, shu Mercedesni ko'rgan paytim hayajonim har doim oshib ketgan. Mercedes 211 bugun bozorda juda ham yaxshi, ko'p ekan, kam emas. Men olganda xaridorlar uchun juda ham yaxshi. Ko'p so'rasizlar, 10 ming dollardan 15 ming dollargacha qanaqa avtomobil Mercedes olsa bo'ladi? Mana 211 mana, даже 12200 bu boshlang'ich narx ekan. Egalar aytayaptilar, kelishtirib beraman xudo xolasa deyaptilar mashinani. Dekabrda taqilgan yangi. Lekin diskani hozir kamera, mana o'z kameradan qarab turibman, ko'rinishi boshqacha, lekin realniy ko'rinishi umuman boshqacha o'rtoqlar. Shuning uchun har doim aytaman, kamera ko'z bilan ko'rgan narsani realniy ko'rsatib bera olmaydi. Shuning uchun ko'z bilan ko'rganingiz umuman boshqacha. 211 2002-yil, bularda o'zi yil bo'lmaydi, faqat holat bo'ladi. Holatiga yaxshi gapirishing emas. 3.2 lik motor, juda ham tezlikka qiziqadigan aka-ukalarimiz uchun juda ham yaxshi aktual motorlardan biri. Probeg 336 ming. Mana. Informatsiya, telefon raqamlarini ko'rishlaring mumkin. Aloqaga chiqishlaring mumkin. Kojniy salon. Mashina salonini ko'rsataman sizlarga. Даже oldagi o'rindiqqa ham pamять sijeni qo'yilgan. Mashinaning vizual ko'rinishi, ichki holatlari. Mashinaning lyuki bor. Panoramasi lyuk bor. 2002-yil, lekin eshiklarning yopilishi hozirgi современный chiqadigan avtomobillardan zo'r. Juda ham zo'r. Endi o'zim Mercedes haydaganman, fanatman Mercedesga, tim bo'li. Bu faqat endi Mercedes maqtash uchun emas, umuman olganda holatiga qarab baho beramiz avtomobilni. 3.2 lik motor. To'g'ri, bizlarda endi bularga to'pliva topishroq, qiyinroq endi bor. Yo'q emas. Endi bizlar O'zbekistonda yashaymiz-ku, ilojimiz yo'q. Monopoliya, boshqa benzin, benzinda monopoliya, hamma joy monopoliya. 12200 o'rtoqlar. Mashina urilmaganmi? Yo'q. Udari yo'q, lekin kraskasi vist bo'lgan. Kraskasi vist bo'lgan, ha? Sizdan oldin bo'lgan. Lekin udar bo'lmagan deyaptilar, yana olishdan oldin bir bor tekshirib ko'rib olamiz. Baribir qanaqadir avtomobil olishimizdan oldin o'zimiz uchun
tekshirib olishimiz kerak. Har qalay bu inomarka. Chunki O'zbekistonda bizlarda obslujeniya degan narsa bor. Shu narsalarga e'tibor beramiz. Lekin atak mashinaning holati juda ham yaxshi. Bu xaridorlar tarafini olish emas, umuman olganda bozorga sotilgan avtomobillarga to'g'ri otsenka qo'ya bilish bu o'ylaymanki bu yaxshi narsa. Hozir 12.320 beryapti. Cobalt olishingiz mumkin, yangisidan yoki Gentra olishingiz mumkin. Lekin bular bilan Cobalt yoki Gentrani yoniga qo'ya olmaysiz-ku bularda. Bu Mercedes. Даже BMWchilar Mercedes bilan сравнение qiladi. Umuman olganda men bitta narsa aytaman. Mercedes avtomobil chiqargan paytda BMW hali avtomobil chiqarmagan. Shuning uchun BMWchilar sal sekinroq gapiramiz. Mercedes dunyoda birinchi bor avtomobil chiqargan. O'rtoqlar ko'p so'rardilaring, arendaga bormi mashina yoki inomarka deganlaringda. Mush akamiz o'zi inomarkani olgan ekanlar, o'zlari uchun o'zi mashina bilan shug'ullanar ekanlar. Bu mashinani variantga bo'lsa ham beraman dedilar, lekin boshlang'ich narxi $15.000 naqdga ham sotiladi. Agar kimlar kim olmoqchi bo'lsa, bir 5-6 ming dollarni berib qolganini kelishib olsalarga bo'ladi. Agar yoki J mashinasi bo'lsami, Lasetti'mi, qanaqa avtomobil bo'lsa, o'shanga barterga ham возможно ekan. 4.3 motor, 2003-yil popkornlar qo'yilgan mashinada, lekin mana bu qatorda endi bilasizlarki, men bu mashinaga qanaqa qatnashishni qilaman. Bular uchun endi bu Mercedesni turishga necha baho. Endi bu Mercedes har xil 211 4.3lik motor, bu tezlikni yaxshi ko'radigan aka-ukalarimiz juda ham top avtomobil. Juda ham tiqis turgan ekan, pauza bilan olamiz. Hozir mana orqaga turibmiz, hozir birdan hozir aytamiz, zavat qiladilar mana. Ovozni eshitiraman sizlarga. Mana shu shildikka men 5 ketaman, AMG. Хорош. O'rtoqlar. Buni otini AMG deyiladi. U ko'p даже BMW'lar ham tan oladi. AMG V qilib o'zi nima olganda nomer 1. Тем более bu Mercedesda bo'lsa. Gap yo'qlik. Endi egallanishlar bo'yicha 30% mashinada kraska bo'lgan ekan, qolgan joylari radnoy. Arendaga ham, variantga ham, naqdga ham sotiladigan. Ovozini o'zlaring eshitlaring. Pol informatsiya mana berilgan mana ekan. Motor qilingan. Motor qilingan 1 oy bo'ldi dedingizmi? 1 oy bo'ldi dedingiz motorga. 300 kilometr yurdi endi motordan chiqib. 300 kilometr bo'lgan mana informatsiya, telefon raqamlari, o'sha telefon raqamlarga telefon qilib, aka bilan bog'lanib, arendami, naqdgami? Motorga garantiya bor. Короче, ходовой, motor полный qilingan, faqat ashlar bo'yicha mana shu lampochka, qanaqadir orqa lampochka, поворотник bir narsalarda mелочь nimalar, расходlari bor ekan. Agar biz olganda texnически полный готов, boевой kon deydi-ku, bitta kino bor shunaqa. Mana shu mashina tayyor. Lekin ovoziga vashshi maza qildi. Mana shu AMG ning ovozini eshitgan paytimda shu mashinaning girdiga aylanaman, kamera bilan aylanaman. Endi buni tushungan tushunadi, tushunmagan o'zi biladi deydi-ku. Mercedes. Mercedes-Benz 211 yili 2008-yil ekan. Yurgan probegi 200 ming. 2 litrik kompressor, lekin narxi ekan 23 ming. Boshlang'ich narxi ekan, oxirgi narxi $22.500 ekan. Mashinani faqat mana shu krilosida, mana shu yerda orqasida kraska bo'lgan joyi bor ekan. Telefon raqam kimniki? Adangiznikimi? O'rtoqlaringga gaplashib ketaverdik. Bo'ldi, o'sha telefon raqamiga telefon qilib aloqaga chiqib, akalarim, dadalarim bilan gaplashib olasizlar. Bilmadim kim. Mashina holat 2008-yil mashinaning yili. Polностью qop-qora avtomobil. Mana bular ham koja.
tushibdi meni. O'rtalar 23 ming dollar. Telefon raqamlari 99 00 300 94 99. Lekin mashinaning tur holati juda ham ishqarli holatda. Endi bu bizlarning bozorimiz shunaqa nima deydi, monopoliya. Bunaqa avtomobillar qimmat keladi. Agar boshqa davlatda bo'lganda mashinani bir boshqa narxlarda olsak bo'lardi. No, ming afsuslarki, monopoliya hozir bizlarda tamojna degan narsa bor, rastamoshkalar ham javob berish hisobidan bu avtomobillar qimmat sotiladi bizlarga. No, bitta narsa bu degani mashina selim yomon deb bo'lmaydi, mashinaning holati juda ham ishqarli holatda. Dushi. Lekin mana qorasini men ko'proq yoqtiraman. Endi agar 211 bo'ladigan bo'lsa, qora tsvetda. Bu kompressor motor, kaprizni juda ham nima deydi? Tegasi yaxshi, 170 ot kuchi bor mashinada. Stoyish apparat. Endi narxini endi hamma o'zidan kelib chiqib aytadi. Kimgadir 23 ming dollar yo'q puli bo'lishi mumkin, kim uchundir bu 23 ming dollar bu целый состояние bo'lishi ham mumkin. O'rtoqlar, Toyota Corolla. Bu avtomobilni o'zimni bir yaqin og'aynimga aytgandim. Shu avtomobilni olgin, baraka topasan deganimda boshqa mashina oldi. Hozir mashinani boshlang'ich startviy narxi 19 ming dollar so'rab turgan ekanlar mashinani. Mashinaning eng qizig'i rasxodi 5-6 litrmi shunaqa rasxod qiladi. Turbinli 1.2 motorda Toyota Corolla o'zi dunyo bozorida umuman Toyota kompaniya brendi bo'lgandan buyog'iga umuman eng ko'p sotilgan bir nimasi markasi imina mashinasi Corolla bo'ladi. 19 ming dollar boshlang'ich startviy narxi ekan. Dizayniga vaqti gap bo'lishi mumkin emas. 19 ming dollar. Agar Monza bilan ikkalasini sravneniya qiladigan bo'lsak, men o'ylaymanki Corolla baribir yutadi har tomonlama. Chunki Corolla bu Toyota. Kimlardir aytishi mumkin bu Xitoy zborka deb. Qo'limizdagi ishlatib yurgan iPhone'imiz ham Xitoy zborka. Ko'p apparaturamiz hammasi Xitoy zborka, lekin bu degani bu kачествоsi vaqti dabdala degani emas. Har birda kачествоni boshida Toyota kompaniyasining o'zining представительlari turadi. Что за качество Toyota kompaniyasi javob beradi. Prosta Xitoy bu ishchi kuchi hisoblanadi. Shuni hisobidan zborka Xitoyda bo'ladi. Corolla, o'rtoqlar. Mashina yangi. Hozir men sizlarga informatsiyasini ko'rsataman sizlarga. Mana mashina 2023-24 salondan chiqqan mashina. Informatsiyasini o'qishlaring mumkin. Mana startviy narxi, telefon raqamlari. Juda ham ekonomik avtomobil. Dizayni ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli. U kimga qanday? Menga yoqadi shaxsan. Agar ekonom avtomobillarcha eng chiroyli avtomobil deb hisoblayman. Monza ham xunuk emas, lekin atak u Corolla bari boshqacharoq. Menga shunaqa. 1.2 turbinada. Bu avtomobil shu yerda bozorda ishlaydigan bir akamizning mashinalari 124 ni yaxshi ko'rganim uchun videolarni ko'rib boranlarda mashinamni olib kelganman, bir chiqib tomosha qiling dedilarda. Shu tomosha qilganman, birdan syomka qilmoqchi bo'ldim. 124 mana shu akamiz ham yoshlari katta inson. Ushbu avtomobilni fanat ekanlar. Mana haydab yurib turaman. Hozir 2025-yilda bu avtomobilni ko'rinishiga bir o'zlaring baho beringlar-da. Hozir 2025-yil. Hozir aytaman, har doim aytaman, kamera hech qachon bizlar ko'rgan narsani ideal qilib ko'rsatib bermaydi, lekin bunaqa holatda oq holatdagi idealni 124 ni bunday живой ko'zim bilan ko'rmagandim. Lekin haqiqatan ham mashina juda ham holati shikarni olganda vashshi gap yo'q. Akamizga vashshi gap yo'q. 124 ni fanat ekanlar. Mashinani to'rt tomondan men sizlarga ko'rsataman, o'zim ham ko'raman bu narsani ko'zim bilan. Mashinani holati, saloni o'zini materialida qaranglar. Qanaqa narsa. Mashina vashshi tiniq, qaranglar mana. Hamma joy. 124. Bu ideal.
Bunaqa holatdagi avtomobil hozir juda ham yaxshi pul turadi. Endi buni hech kim agar nastoyash fanat bo'lsa, hech kim sotmaydi bu avtomobilni. Mashinaga lekin Abdush vashga gap bo'lishi mumkin emas. Akamizga отдельно respekt. Mashinani egalariga, diskalari ham o'ziga yarasha did bilan qilingan. Eng qizig'i ichida uni telefonlari ham bor ekan. Mana qaranglar mana. Avtomat korobka, Nokia telefonlari bor. Vashshi. Luklari ham bor, uni qaranglar uni. O'rtoqlar, bu mashina sotuv uchun emas. Mana shu 124 ta fanatlari kommentariy qo'yishlari mumkin, like bosishlari mumkin. Nima deydi, yaqinlarga jo'natinglar. Bu avtomobil Toshkentimiz ko'chalarida. Bu akamiz avtomobillar shug'ullanadilar o'zlari, lekin Mercedes 124 mini beradilar. Современный Lexuslar sotganlarni ko'rganman. Volkswagen Jeeplarni sotganini ko'rganman, lekin istini fanat 124 ekanlar, gap yo'q. Anaqa mashinani ko'rgan paytingizda havas qilasiz. 2025-yil aktualniy avtomobil. O'rtoqlar, probeg 86.000, 2008-yil Toyota Camry. Narxi bo'lishi ham oxiri ham $15,000. Buni 1 oy oldimmi, 2 oy oldimmi, adashmasam $17,000 ga narxlab qo'ygandik. Endi egalari kunlik davomida mashinadan foydalanadilar, shuning uchun yurayapman, haydayapman, baribir narxi tushadi degan joylarda $15,000 ekan narxi. O'zimning fikrimni aytaman bu avtomobilga nisbatan, umuman Camryga nisbatan. Agar bu avtomobil hozir 2008-ku, o'zimni olganda bunda yil bo'lmaydi. 2008 hozir buni olasiz, 86.000 probegda. Bemalol 300,000, 400,000 gacha bu avtomobilni bemalol minib berasiz. Sizga hech qanaqadir muammo tug'dirmaydi. Bu bor gap, dokazat qilingan, shuning uchun buni dokazat qilish ham kerak emas. $15,000. Kimlar o'ylashi mumkin, $15,000 ga men boshqa mashina olaman yoki Cobalt olaman, Gentle olaman deganlar men prosta. To'g'ri, bu bunaqa avtomobillar bitta. Endi bizlar monopoliya davlat yashaganimiz uchun shunaqa o'zi bitta. Agar monopoliya bo'lmaganda bunaqa avtomobillardan son mingta bo'ladi. Xuddi Tojikistonga o'xshab, men Tojikistonda o'zim olganda Camry'lar narxi, yaxshi narxi $15,000. Bu bizlarda faqat qimmat deb o'ylamayman. Bu avtomobil Tojikistonda ham qimmat. Chunki 15,000. 15,000 o'zimni olganda Toyota samый nima deydi? Newbie avtomobil deydi-ku. Men o'zi yaqinda prosta spor qilib ChatGPT ga savol berdim. ChatGPT menga javob bergan. Dunyodagi eng sifatli avtomobil degan paytimda Toyota Lexus 1-o'rinda ko'rsatdi, 2-o'rinda Honda ko'rsatdi, Mercedes 3-o'rinda ekan. Shuning uchun bu faktni nima deydi, tan ola bilishimiz kerak. Mana qaranglar. Nima uchun? Chunki bularda lekin sifat darajasi mana bu salon sifati, yanaqa tormozniy sistema jihatdan lekin Mercedesday bo'la olmaydi bular. Bu aniq gap. Chunki mana eshiklarni qarang, mana Mercedesda eshik bunaqa bo'lmaydi. No, zato bularda mana bu agregatlariga, motoriga, ходовойga долговечность degan narsa bor. Shuning uchun 1-o'rinda deydi. Так что $15,000. 86,000 probeg. Mana aka. Mashina lekin addushi, juda ham kayf mashina. Agar $15,000 masalan tortishgan taqdirimizga, agar shu arzon berilmagan taqdirda $15,000 ga stoyish apparat. Chunki bu GM emas, yo bir boshqa avtomobil emas. Bu Toyota Camry. O'sha legendarniy Sarakovka. Qolgan Camry'lar даже bu darajalik sifatga ega emas. Bu abonament qilish uchun bu qo'yaman $15,000. Oldinga narxi $17,000 ga qo'ygandim adashmasam mana aka. Zo'r. Ushbu pastdagi telefon raqamiga telefon qilib aloqaga chiqib gaplashib olishlaring mumkin. Qayerdansiz? Mana birodarimiz Qashqadaryoda ekanlar, o'zbek tilini yaxshi gapirar ekan. Mashina sotyaptilar. Mashina narxi necha pul biladi? Mashina bu $13,000. $13,000, lekin mashallah o'zbekcha chiroyli gapiradi. Zo'r, hamma. O'zi qayerdansiz asli? Where is from? Qashqadaryo. Rosa Qashqadaryoga jon sog' bo'lsin. Studentmi deyman, ha? Studentmisiz? Studentmisiz? You're a student? Student. Qayerda o'qiysiz? Gangada. Ha? Ganga. Voy, mashallah. O'zbekistonda o'qirgan, o'zbekchani bilibdi. O'zimizda ko'p nimalar aka-ukamiz, lekin necha yildan beri yashaydi, o'zbek tilini bilishmaydi. Mashinani
O'tadigan joyi bormi? Ha, joyi bor. Qancha o'tib berasiz? 10 mingga berasan bilaveradi. Keyin berdi. 10 mingga keyin 200 o'tib berar ekan. Qarachi bu bola aytayim qaysi mashinani sotyapti. Bu mashinani obzor qilgandim o'rtoqlar mana aka. Hyundai Sonata. Endi mana mashina. Buni narxi o'zi qancha bo'ldi? Oldingidan tushdimi, ko'tarildim? 13. Oldin ham 13 edimi? Qimmatroq edi. O'rtoqlar obnovleniya qilyapmiz. Hyundai qo'ygandik mashinani, hozirgi narxi 13 ming dollar. O'sha informatsiyani ko'rsatdim sizlarga. O'sha aloqaga chiqib telefon qilib, ukamizga telefon qilib aloqaga chiqishlari mumkin. O'sha Hyundai sizlar bilan ko'rgan avtomobil. Hyundai Sonata. Ushbu avtomobil. Obnovleniya narxi 13 ming dollar. Bu ham start bo'lsa kerak. Hali tushib beradigan joyimiz bormi? Savdasi bor, shirin. Savdosi bor. Qarachi Toshkentda bitta gap borki, o'zim bilan sunnatiga degan joyi bor, shunaqa joylari bor ekan, o'tib beraman deyaptilar, xudo xolasa. Mana. Mana ki. Mashina yaxshi mashinami, brat? Mashina shotki. Cho'tka? Ajoyib. Problemasi yo'qmi? Ha, problema yo'q. Mana shu bolaning gapiga ishonamiz. Rahmat.